Avtotest imtihoniga ko'pchilik GAI ishoralariga qiynaladi. Hozir men sizlarga buni osongina tushuntirib beraman. GAI, ya'ni tartibga soluvchi, qo'lini tepaga ko'targanda barcha transport vositalariga va piyodalarga harakatlanish taqiqlanadi. GAI xodimining ikkinchi ishorasi. Qo'llar yon tomonga uzatilganda yoki qo'llar yon tomonga tushirilganda. Bu ikkita ishora ham bitta vazifani bajaradi. Va bunda GAI xodimining oldi va orqa tomonidan keladigan barcha transport vositalarga harakatlanish taqiqlanadi. Harakatlanishga ruxsat etiladi ikkita yon tomondan keladigan avtomashinalarga to'g'riga va o'ngga. Lekin chapga burilish taqiqlanadi. Uchinchi holatda o'ng qo'l oldinga uzatilgan holatda turadi va bunda o'ng yelka tomonini shlakbaum qilib to'sib beryapti deb olsak, o'ng yelkadan keladigan avtomashinalarga harakatlanish taqiqlanadi. Tartibga soluvchi GAI xodimini orqa tomondan keladigan barcha transport vositalarga harakatlanish taqiqlanadi. Harakatlanishga ruxsat etiladi chap yelkadan kelayotgan avtomashinalarga barcha yo'nalishlarga harakatlanish mumkin. Va GAI xodimini oldi tomondan kelayotgan avtomashinalar faqatgina o'ngagina kirishi mumkin. Shunga o'xshash yo'l qoidalarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'ling.